Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi sotuvdagi uy joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Qursoy mahallasida joylashgan 20 sotuvli hovlimiz sotuvga chiqdi. Uglovoy joyda. Fasad qismi juda ham keng. Biznesi bilan sotilyapti bu hovlimiz. Magazin, sartaroshxona va yana stroy material sotadigan bizneslari va yonidan 20 ta molga, qora molga sig'adigan molxona qurib qo'ygan. Aziz obunachilar, bugun sal kech bo'lib qoldi, ichkariga kira olmadik. Uy qismlari ham juda ham chiroyli. Bitta hovlida ikkita xonadon joylashgan. Mahalla fuqarolar yig'ini, maktab, bog'cha, tayanch punkti, madaniyat o'rtaligi, markazi hammasi joyida. Yonida turibdi shundoq. Bu joyimizga oldinlari ham reklama qilganmiz. 110-120 qo'yganmiz. Hozir egalariga pul zaril. 100 ming so'rashyapti, yana o'tadigan, yana kelishadigan joylari bor. Bunga qiziq bo'lsa, nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, batafsil ko'rsatamiz.